Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogsga do'stlar. Bugungi videoligimiz Telegram Premium olish 2026-yil videomizga xush kelibsiz do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Barchaga rahmat. Biz nihoyat 30 ming to'pmiz. Bundan keyin podpishka qilishda davom etinglar. Yangi ko'rayotganlar обязательно podpishkani bosib qo'ysanglar, biz bundan ko'p videolar chiqarishda davom etamiz. Demakda bo'lsangiz do'stlar, unda videomizni biz boshladik. Telegram Premiumda biz botni olamiz. Ya'ni arzon narxda bo'lgani uchun faqat bizga Premium bot kerak bo'ladi. Bot silkasi mana shunda yozsangiz, Premium bot qo'shib yozsangiz, mana shunaqa bot chiqib keladi. 9,5 million obunaga ega. Aytgancha bu botni rasmiy Telegramdan ishlata olmaysizlar, chunki Premium yo'q payti rasmiy Telegramdan ishlatib bo'lmaydi bu botni. Plus telefoningiz Android bo'lsa, Plus Telegram bo'ldi. Mana shular bilan foydalansizlar yoki aka email programmalar. Agar telefoningiz iOS, iPhone versiyada bo'lsa, iPhone bo'lsa, email bilan aka Telegram ishlatinglar. O'sha Telegramda sizlar Premium ola olasizlar. Rasmiy Telegramdan botga start bosa olmaysiz, ishlata olmaysizlar. Yana aytib o'taman, ko'k Telegramda. Hozir men Plus programmasidan urinib ko'raman. Mana do'stlar, botga start bosamiz. Mana 35.999 so'm. 990 so'm. Narga Telegramda o'zida olaman desanglar, unda uje $399 qimmatroq. Bu yerda esa arzonroq. Hozir biz bu yerda ushbu to'lovga kirib olamiz va bu yerda Premium xizmatni qabul qilaman. Qabul qilgandan keyin mana shu yerda mana shunaqa oyna ochiladi va menimcha ko'rinayotgan bo'lsa kerak, ko'rinmayotgan bo'lsa screenshot qo'yib qo'yaman bu yerda. Mana shu yerda birinchi qatoriga karta raqam, ikkinchi qatoriga oy tugash srogi va uchinchi qatoriga CVV kodi. Kartani orqasida bo'ladi, onlayn bo'lsa, onlaynda 3 talik kodi bo'ladi o'sha Visa kartada. Yana aytib o'taman, ko'pchilik tushunmaydi videoga. Menda Visa kartam bor, lekin Humo Visa karta menga olib bo'lmaydi. Visa Humo karta, Visa uz kartalarda bo'lmaydi. Ya'ni ular xalqaro karta emas ular. Ular Visa xalqaro emas, u faqat O'zbekiston uchun. yoki qanaqadir joylar uchun, xalqaro bo'lish uchun 3 talik CVV kodi bo'ladi. Visa kartani o'zi bo'lsa, orqasida 3 talik kodi bo'ladi. Ular butun davlat uchun o'tadi. O'shalar uchun mana shu Telegramga ham o'tadi. Vizani o'zi bo'lish kerak. Vizami, Mastercardmi, Union Paymi, shunaqa kartalar. Misol uchun Rossiyada ham, misol uchun Sberbankda ham kartasidan bor bunaqa narsa. Adashmasam bilmadim yani. Vizani o'zi bo'lish kerak. Men bu yerga hozir Visa karta raqam birinchi qatoriga karta raqam, ikkinchi qatoriga tugash so'rovi, uchinchi qatoriga CVV kodi. Onlayn agar misol uchun Visa kartangiz bo'lmasa, onlayn ochiraman desangiz, Uzun bankda maslahat beraman. Karta zakaz qilishga, onlayn ochirishga Uzun bankda tezgina, osongina, qulay ochish. Men esa hozir bu yerga karta ma'lumotlarini kiritib olaman. Bu obunachimning akkauntiga olib beryapman. Ya'ni xizmatimizdan foydalanyapti. Hozir men karta ma'lumotlarini kiritib videoni davom etaman. Va mana karta ma'lumotlarini kiritib oldim va endi bu yerda biz to'lashni bosib olamiz. To'lash bosib olganimizdan so'ng esa mana shu oynaga o'tkazib yuboradi. Bu oynaga o'tkazib yuborgandan keyin bizga o'sha kartamizga kod so'raydi. O'sha nomeringiz ulangan Visa kartamiz. Hozir mana bu yerda o'sha kodi keldi. Xo'p, 1 daqiqa men kodni olay. Va kodni tasdiqlab oldim, men kodni oldim va endi bu yerda confirm tugmasini bosib olamiz. O'sha Visa kartangiz bar nomeringizga ulangan bo'lishi kerak, o'sha ulangan nomeringizga kod boradi. Bo'ldi, mana obunachimiz akkauntiga kirdik, hozir mana shu olib beryapmiz. Endi bu yerda men bu yerda startni bosaman. Misol uchun endi men yozmoqchi bo'lsanglar, Premium olib berayotgan desanglar, mana men bu obunachi Premium olib beryapti va Premium bo'lganidan keyin mana shu amallarni bajaraman, chunki sizlar ham bajaringlar bu amallarni. Sababi narxi juda baland deb turibdi, ko'p tursa, mana shu bo'limni tugatib qo'yinglar men aytgandim. Chunki yanagi oy kartangizda pul yechib olmasligi uchun. Misol uchun menda buni yoqib qo'ygan taqdirda kartadan pul yechilmaydi. Chunki kartadan pul olib yurmayman pastiyanda. Ko'pchilik misol uchun Visa kartasi pastiyanda pul olib yuradi Visa kartasida. Shu sababli pul yechib oladi avtomatik keyingi oy tugagandan keyin. Shu narsani amal qilib qo'ysanglar, keyingi oy yechib olinmaydi. Va bo'ldi, mana obunachimiz akkauntiga Premiumni olib berdik. Endi nima qilamiz? Sразу chiqib ketamiz mana. Bo'ldi, men ishim shu. Mana shu holatda men Premium olib beraman obunachilarga. Bugungi videoni shunday bo'ladida, qisqa bo'lgan bo'lsa ham tushunarli deb o'ylayman. Men har yili bu haqida video chiqarib boraveraman, chunki yangilanish kiritib qolishi mumkin. Va 2026-yil ham mana shunaqa videomizni chiqardik. Aytgancha shu Telegram Premium kerak bo'lsa, mana shu tagini ko'rinib turgan Telegram akkauntning silkasi yokida nima bo'lsa, nomerimizni yozib qoldiraman. Mana shu nomerda Telegram kirib saqlanib qilib, mening bilan topib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizdan so'rab qolardim. Biosida mana Telegram kanal silkasi bor. Va agar sizlar
aytasizlar, yo'q, premiumda men sizda emas yoki o'zimning viza kartam yo'q, viza karta ochmoqchiman. Qanday ochsam bo'ladi? Onlayn uyda o'tirgan holatda ochsangiz bo'ladi. Siz 16 yoshdan yoki 18 yoshdan katta bo'lsangiz, Telegram kanal, o'sha YouTube kanalingizga kirsangiz, mana bu yerda videolar bo'lmida mashhur bo'lmaga bosasiz. Bosgandan so'ng pastroq tushsangiz, mana 63 ming prosent turib turibdi hozirgi vaqtda. 2025 onlayn viza karta och 2025. Mana shu videoni ko'rsangiz, uzun bankdan viza olib ko'rsatib o'tganman. Eng oson usuli o'sha yerdan viza kartani olib siz Telegram premium yoki boshqa narsalarga donat yoki tutasida chetlarga to'lov qilsangiz bo'ladi o'sha viza karta orqali. Sizlar bilan daqiqalar ichida boshqa bo'lgan bo'ldi va keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.